Hozirgi paytda qulpinoy ish go'sht yeyishdan qimmat bo'lib qoldi. Negadir hamma bozorga chiqsa 50 ming, 60 ming deb, men chiqsam hali ham 250 ming turgan bo'ladi. Bu qulpinoy tushishini men kutishim mumkin, lekin bolam kutmaydi deb xo'jayinimga zakaz qilib. Birinchi bo'lib noodatiy va chiroyli bo'lgan rozовый klubnika shokoladi uchun shokoladni tayyorlab olamiz. Oq shokoladni eritib olamiz, bir osh qoshiqda o'simlik yog'i va krasitelni solib yaxshilab aralashtiramiz. Men qo'shgan rang aslida pushti. Oq shokolad oppoq bo'lmagani uchun rangi shundan qangi nejni chiqdi. Молочный shokoladni ham eritib, yog' solib, qulpinoylarni botirib xolodilnikka yuboramiz. Yaxshilab qotguncha vaqtni bekor ketkazmasdan oshxonamdagi naborni tozalab oldim. Ko'rib turganingizdek, aslida oppoq bo'lgan naborim sarg'ayib ketgan, ichlariga esa chirk yig'ilgan. Oddiy gelda umuman ketmaydi. Allergiya bermaydigan, dog'larni, chirklarni ketkazadigan Baby Super очистители buni 10 daqiqada hal qildi. Ana endi xolodilnikka yugursak bo'ladi. Bu eslatmani albatta saqlab oling. Qulpinoylar yaxshilab yuvilgan, yaxshilab quritilgan va muzdek holatda bo'lishi shart. Shokoladni qanday to'g'ri eritishni esa opisiyaga yozib qoldiraman. Men o'rgatgan usulda albatta tayyorlab ko'ring, 100% o'xshab chiqadi. Bu videoni klubnika shokoladiga olib berish kerak bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ying.